Assalomu alaykum hammaga. Mana bugun biz chiller nasoslarini qo'yib joylashtirib bo'ldik. Mana Xudo xolasa mana bu sovuq suvning nasoslari hammasi mana bu qo'yilgan. Mana bu vibrostapka, zano manometr, keyin butterfly kranlari qo'yilib, joylashtirilgan nasoslar hammasi tayyor bo'ldi. Bu turistalik turbalarimiz. Hozirgi mana bu turistalik filtr qo'yganmiz. Ertaga navbada buzilib qoladigan bo'lsa, navbada filtrni to'lib qoladigan bo'lsa, mana bu ikki tomoniga butterfly kranlarni joylashtirganmiz turistalik. O'shalarni joylashtirib, mana shularni ikki tomonidan o'chiriladi-da, anavda filtrni tozalab olaveradi. Bu подача hisoblanadi. Mana bunisi обратный hisoblanadi. Bu обратныйniga ham bizlar turistalik filtr qo'yganmiz. Uni ikki tomonida ham mana bor. Отдельно uchun ikki tomonga ham manometr qo'yilgan. Manometrda mana shu tekshirilganda davleniyasi kamaygan bo'lsa, mana shu filtr to'lgan hisoblanadi. O'shanda ikki tomondagi ekranni o'chirishib, filtrni tozalab oladi. Bular bu anavi. Bu ma'lumimiz Fankolining issiq suvi. Fankolining issiq suvi mana bular отдельно xuddi mana shunday qilingan. Bu ham mana bu 300 talik turba tortilib gribonkalar yasalgan. Mana bu ikki tomonga отдельно gribonka mana bu mana bu tomondan kirish bo'ladi. Bu tomon chiqishi, mana bu tomoni kirishi hisoblanadi. Bular ham mana shunday yig'ilib nasoslari, manometrlar qachon davleniyani ko'rsatib turadi. Har bitta nasosga отдельно manometr qo'yilgan, joylashtirilgan. Bu yoqqa ham 300 talik filtrlarimiz qo'yilgan. Как положено o'sha 400 talik filtrga qanday bo'lsa, o'shanda ish vazifasini bajaradi. Bu ham to'lib qolsa, navbada mana bu ikki tomondan kranlarni o'chirib tozalab olinadi. Past tomondagi ham. Bu 300 talikdan bu tomon tepla admenligimiz qo'yilgan. Tepla admenligimizda masalan bir tomonda kirish, past chiqish bo'ladi. U yoq hammasi shunaqa qo'yilgan. Bu termometr, manometr qo'yilgan. Как положено graduslarni ko'rish uchun, anavlarni ko'rish uchun shu qo'yilgan. Bitta bu padachiga kirishi bular. Pastidagilar chiqishi bo'ladi. Kirishi bu tepda admenligimizning vazifasi tok